Assalomu alaykum. Aziz o'rtoqlar, do'stlar, muxlislar, podpisчиклар. Urganch Shovot yo'lidamiz. Doğruda Qo'zg'ay, Orient taraf birzada Boran zapravka. Do'stlar, bugungi videorolikimiz uy-joyga boshlanadi. Boran zapravkada o'tasizlar. Birinchi Boran zapravka, shundan keyin o'tgandan keyin ikkinchi zapravka yo'l qadi. İkinci zapravkadan o'ngga burasizlar. Doğru boraverasizlar asfalt yo'ldan. Shundan keyin chaba burasizlar. Chaba burgandan keyin ikkinchi va uchinchi ko'chada o'ngga burasizlar. 200 kvadrat metrlik bir qavatli hovuzcha sotiladi. Alloh ko'chadan chiqmasin do'stlar. Do'stlar, xudo xolasa obyektga keldik. Yasharimizga bir qavatli hovuzcha sotiladi. Razmerini aytib o'tamiz. Eni 7,5, uzini 28,5. 200 kvadrat metr. Pajani xoda ega. Bog'ini bir xatar ko'rsatib o'tamiz, shundan keyin ichini o'tamiz. Qo'ng'ir bilan kelibsangiz ham buni istashga ketib qo'ysangiz ham bo'ladi. Naviz tashab. 2-3 mashina polni suvib turadi do'stlar. Bundan tashqari mol qo'yib boqsangiz ham bo'ladi. Muammosiz. Eshik qo'yilgan. Yani shu 10 tomoniga giramiz. Do'stlar, yurtimizga katta bir bog'. Endi bu yerda odam yashaydi, alashtirmasa, salatgina bespорядки. Qo'shimcha pristroyka qilib bersangiz ham bo'ladi do'stlar. Ya bu pristroykamiz bani bo'ladi. Uzini yana bir qursangiz ham bo'ladi. Orqasida molxona, to'yxona qursangiz ham bo'ladi do'stlar. Bemalol boqsangiz ham bo'ladi. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Shifr aytilgan kanator listdan ko'rib tursam, aqua plastikda qo'yilgan. Yashini bog'imiz do'stlar. Mol to'g'ib baksangiz ham bo'ladi, bemalol. Qo'shimcha pristroyka etsangiz ham bo'ladi. Kuxnyani banyaga chiqarsangiz ham bo'ladi buni. Endi do'stlar. Alning zelen zona bor ekan. Meva daraxtlarni ekib bersangiz ham bo'ladi. Burchakka urib turibdi endi do'stlar, ko'rib turibsizlar. Eni 7,5, uzini 28,5, 200 kvadrat do'stlar. Giremiz bizda da katta bir dalon. Razmeriga kelsak 12,5, 3,5. Registrlar qo'yilgan. Temiz poltaxta. Ustimiz giprok. Потолок. Он tarafda bundan tashqari do'stlar, umuvalik место rakovina qo'yadigan местоsi. Razvoki qilib turibdi. Bemalol rakovina qo'yib berasiz. Chat tomonda bizda zal joylashgan. Razmeriga kelsak 3,5, 6,5 limba. Elektromontaj sinatilgan. Shpaklovkadan chiqqan потолок, giprok urilgan. Ozgina taxlangan ishlar bor ekan do'stlar. Отопление o'tgan. Aquaplastikimiz ko'cha tomonga qarab turibdi. Endi do'stlar. Davom qilamiz, jentelmenlar. Chap tomonda bizda spalniy xona. Shalma 4,5 limba. Пожарный tomoniga qarab turibdi do'stlar. Пожарный xod tomoniga qarab turibdi banamiz. Itibariy registr paketi turibdi. Shunday holat bilan temiz poltaxta shpaklovkadan chiqib elektromontaj simda qilingan. Chap tomonda yana bir xonamiz bor, spalniy xona. Razmerlari bir desigan bo'ladi arqa xona bilan. Shunday holatda bor. Bu aynamiz vaqt tomoniga qarab do'stlar. Bemalol qo'shimcha pristroyka aytib bersangiz ham bo'ladi. Mol, tovuq, qo'y boqsangiz ham bo'ladi do'stlar. Xo'dan bor ekan. Girish xod. Bantaramiz пожарный. Endi do'stlar, holati shunday. Spalniy xonamizni. Bu yer bizda oshxona bo'ladi. Razvodkatni turibdi endi do'stlar. Kotelon qo'yilgan. Yashar bu uyimiz qizar. Buni ham boshimiz bizda sanuzel. Taxlanada ishlari bor ekan do'stlar. Bu ishimiz vaqtdan ortib qoladi. Endi do'stlar. Demak do'stlar, kuxnyamiz, ko'p turadigan shu sanuzel, spalniy xona, dalon, yana bitta bir spalniy xona,
Zal. Общий kvadrat demek 200. Dokumentte muamma yok. Polisi saklanıp turibdi. Narxına gelsak $45.000. İkilemchi kreditler çıkışı mümkün. Narxga satıladi dostlar. Ekranda telefon nömrelerini yaz qoldiramiz. Aloqa chiqaverasizlar. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.